Diqqat! O'zbekistonda noqulay ob-havo sabab ayrim aviareyslar bekor qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Namangan, Farg'ona va Andijon shaharlari xalqaro aeroportlarida noqulay ob-havo sharoiti saqlanib qolayotgani sababli Uzbekistan Airways 7-8 yanvar kunlari bir qator reyslarni majburiy ravishda bekor qildi. Xususan, quyidagi reyslar amalga oshirilmaydi. HY097 098 Toshkent-Andijon Toshkent 7-yanvar, HY9823 9824 Farg'ona Krasnoyarsk Namangan 7-yanvar, HY9821 9822 Namangan Irkutsk Namangan 7-8 yanvar, HY677 678 Andijon Sankt-Peterburg Andijon 7-8 yanvar, HY9858 9857 Namangan Ufa Namangan 8-yanvar. Ma'lum qilinishicha, bekor qilingan reyslar yo'lovchilar aviachiptaning to'liq qiymatini qaytarib olish yoki bo'sh o'rinlar mavjud bo'lgan taqdirda Uzbekistan Airways'ning xuddi shu yo'nalishdagi yoxud muqobil yo'nalishlardagi Toshkent va Farg'ona vodiysining boshqa shaharlari orqali keyingi reyslarga bepul qayta bron qilish huquqiga ega. Aviakompaniya yuzaga kelgan noqulayliklar uchun uzr so'ragan, yo'lovchilardan vaziyatni to'g'ri tushunishni so'ragan hamda rasmiy axborotlarni kuzatib borishni tavsiya etgan.